Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanma orqali siz kliringdagi shaxsiy hisobvaraqni boshqarish, balansni kuzatish va pul mablag'larini yechish tartibi bilan tanishasiz. Birinchi qadam: kliring bo'limiga kirish. Shaxsiy kabinetga kirganingizdan so'ng kliring bo'limini tanlang. Bu yerda siz kliring hisobvaraqdagi mablag'laringizni, bitimlar bo'yicha harakatlarni, kirim va chiqimlarni kuzatib borishingiz mumkin. Kliring bo'limi 3 ta sahifadan iborat: mening balansim, pul mablag'larini yechish, mening bank hisob raqamlarim. Ikkinchi qadam: mening balansim sahifasi. Ushbu sahifada quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi: barcha mablag'lar, erkin mablag'lar, bloklangan mablag'lar. Balans ma'lumotlari ostida quyidagi bo'limlar mavjud: tranzaksiyalar, barcha operatsiyalar, kirim, hisobvaraqqa tushgan mablag'lar, chiqim, bank hisob raqamiga o'tkazilgan mablag'lar. Kerakli operatsiyani tez topish uchun qidirish va sana, to'lov va jarayon turi bo'yicha saralash imkoniyati mavjud. Ma'lumotlarni eksport tugmasi orqali Excel formatida yuklab olish mumkin. Uchinchi qadam: pul mablag'larini yechish. Pul mablag'larini yechish sahifasi orqali erkin mablag'larni bank hisob raqamiga o'tkazish uchun ariza yuboriladi. Buning uchun mablag'larni yechish tugmasini bosing, bank hisob raqamini tanlang, yechiladigan summani kiriting, to'lov maqsadini yozing, yuborish tugmasini bosing. To'rtinchi qadam: bank hisob raqamlarini boshqarish. Bank hisob raqamlarim sahifasida davlat xaridlarida foydalanadigan bank hisob raqamlari ma'lumotlari saqlanadi. Bank hisob raqamingizdan kliring hisob varag'iga pul o'tkazilganda rekvizitlar avtomatik tarzda shaxsiy kabinetingizga birikadi. Sahifadagi qo'shish tugmasini bosib, bank hisob raqami va MFO'sini ko'rsatish orqali qo'shimcha bank rekvizitlarini biriktirishingiz mumkin. E-birja — ishonchli bitimlar maydoni.